Assalomu alaykum. Barchangizga xayrli tong, xayrli kun va xayrli tun. Kunlaringlarni, tunlaringlarda yaxshi o'tkazib olyapsizlarmi? Albatta, bugun 9-sinfda 9-10 mavzularni o'tishlikda, o'rganishlikda boshlaymiz. 8-mavzusi bu laboratoriya mashg'ulotiga to'g'ri kelib qolgandi. Shuning uchun keyingi mavzularni o'tishlikda boshlaymiz. 9-10 mavzularda biz nimalarni o'rganamiz? Aynan mikroskop kashf qilingandan keyin biologiyani ichida nimalar o'zgarishga duch keldi. Ya'ni qanaqangi kashfiyotlar qilinishlikda boshladi mikroskopdan so'ng. Yoki hujayra nazariyasini asosiy 5 ta qoidasi. Bular nimalardan iborat? Hujayra nazariyasi o'zi nima? Yoki elektron mikroskopiya degan usul. Bizni qonimizni tekshirayotganda sentrifugalash asbobi nima uchun kerak? Aynan ambulatoriyada ishlaydigan hamshiralarga, ya'ni poliklinikalarga nima uchun kerak? Sentrifugalash. Mana shularni biz ushbu darsimizda ko'rib chiqamiz. Demak, boshladik. Sitologiya. Sitologiya bu o'zi hujayrani o'rganuvchi fan hisoblanadi va hujayrani birinchi bor 1665-yil Robert Guk o'simlikda qattiq o'lik hujayralardan topgan, ya'ni po'stloq hujayralarni o'rgangan va unda u katakcha ko'rgan. Katakchaning nomini sellula deb atagan. Va mana shu hujayra degan ma'noda bildirgan. Robert Gukdan so'ng Malpighi va Negriular o'simlik hujayralarini mukammal tarzda o'rganib chiqishgan va bular to'qima degan tushunchani fanga olib kirishgan. Antuan Leeuwenhoek esa 1680-yilda qondagi eritrositlarni, bir hujayrali hayvonlar borligini va bakteriyalarni birinchi marta kashf etgan. Mikroskopik jonzotlarni o'rgangan deb turib 7-sinfimizda ham aytib o'tib ketilgan. 1831-yil esa Robert Braun tomonidan hujayra ichida yadro borligi va yadroning vazifasi nimalardan iborat ekanligi o'rganilgan. To'liq emas, boricha o'rganilgan. 1839-yil esa Yapurkine tomonidan hujayra ichkarisida suyuqlik bor ekan va uni protoplazma deb ataylik deb turib o'zini taklifini bergan. Biz uni hozirda sitoplazma deb atayapmiz. Ya'ni hujayraning ichki suyuqligi deb. Hop, keyingisi hujayra nazariyasi. Hujayra nazariyasini kimlar yaratdi? Schleiden va Schwann. Schleiden bu botanik, zoolog esa Schwann. Bular o'zlarining to'plagan ma'lumotlarini taqqoslash usulida ko'rib chiqdi va hujayra nazariyasiga asos solishdi. Hujayra nazariyasini asos solgandan keyin Rudolf Virchow esa nimani topdi? Hujayra faqat avvalgi hujayradan ko'payishligini aytib o'tdi. Karl Ber ko'p hujayrali organizmlar, ya'ni sutemizuvchilar tuxum hujayradan rivojlanishini va tuxum hujayra bu zigot ekanligini aytib o'tdi. Bu mavzuni ham juda ham bir katta, ya'ni tuxum hujayradan rivojlanish mavzusi. Buni ham o'tamiz. O'zbekistondagi olimlar sitologiya faniga o'zini hissasini qo'shadigan olimlar esa Zufarov va Jahongir Hamidovichlar aynan O'zbekistonning sitologiya sohasiga o'zlarining hissasini qo'shib kelishmoqda. Qo'shishgan. Hujayra nazariyasining 5 ta asosiy qoidalari. Bu Virchow tomonidan aytib o'tilgan. Barcha tirik organizmlar, mikroorganizm, o'simlik va hayvon hammasi tanasi hujayralardan tashkil topgan. Ikkinchisi, yangi hujayralar faqat avval mavjud bo'lgan hujayralardan ko'payadi. Ya'ni yo'qdan bor bo'lib qolmaydi deb turib aytib o'tib ketyapti. Uchinchi qoidasi, organizmlarning hujayralardan tashkil topganligi ularning kelib chiqishi bir ekanligini bildiradi. Ya'ni hamma organizm hujayradan tashkil topganmi? Demak, ular oldin bitta organizmdan kelib chiqqan deyilyapti. 4-qoidasi. Hujayra tirik organizmlarning tuzilish va funksional birligi, ya'ni eng kichik birligi. Biz hozir nima ishlar qila olsak, hujayra ham ana shu ishlarni qila oladi. Har bir hujayra mustaqil ravishda hayot kechirish xususiyatiga ega deb turib 5-qoidasini tugatyapti. Endi 10-mavzuyimiz. Hujayralarni o'rganish usullari. O'rganish usullari ko'p. Ulardan yorug'lik mikroskopiya usuli bor, keyin elektron mikroskopiya usuli bor. Bulardan keyingilarni ham o'rganib chiqamiz. Yorug'lik mikroskopiya usulida biz hujayrani 10 martadan boshlab 2000 martagacha kattalashtirib, uni tuzilishini ko'rishimiz mumkin. Endi hamma qismini ham emas, hujayrani o'zini ko'rishimiz mumkin. Endi oddiy ko'z bilan ko'rish mumkin bo'lgan hujayralar ham mavjud. Bunaqangi hujayralarga misol qilib aytishimiz mumkin. Tuyaqushning tuxumi yoki qushlarning tuxumlari. Ana shu bir dona hujayra.
Keyingi usul yorug'lik mikroskopiyada 2000 marta kattalashtirish mumkin bo'lsa, elektron mikroskopiya usulida 200 ming martagacha kattalashtirishimiz mumkin va hujayra ichkarisidagi organlarni ham, ularni ichida nima joylashganligini ham biz ko'ra olamiz. Aynan elektron mikroskopiya usulida. Endi sentrifugalash bu nima deyilsa, sentrifugalashda asosan probirka ichiga o'zimiz o'rganmoqchi bo'lgan hujayrani solamiz, ya'ni obyekt solamiz va sentrifugalashda ma'lum bir taymerga qo'yamiz. Mikrovolnovkani tasavvur qilinglar. Mikrovolnovkada ovqatni isitish uchun har tomondan elektr to'lqinlari beriladi va mikrovolnovkani tag oynachasi aylanadi. Sentrifugalashda isitilmaydi, lekin ana shunaqangi aylantiriladi. Necha marta aylantiriladi desa, soniyasiga 4000 marta, 5000 marta yoki soniyasiga 60000 martagacha aylantiradi. Va mana shu aylanish tezligi ma'lum bir miqdorda va ma'lum bir vaqtda tugagandan so'ng hujayrani ichkarisida joylashgan organoidlar tashqarisiga otilib chiqib ketadi. Ya'ni markazdan itarma tortma kuch hisobiga hujayra ichida joylashgan organoidlar tashqarisiga chiqib ketadi. Va ana shu holatda bitta organoidlarni o'zini o'rganishimiz mumkin. Hop, elektron mikroskopiya usulida organoidlarni 3D tasvirlarini, 3 o'lchamli fazoviy tasvirlarini ko'ra olamiz. Hop, sentrifugalashda aytdik, ya'ni ichkarisidagi organoidlarni hammasini yakka-yakka o'rganishimiz mumkin. Aynan yuqori tezlikda aylantirib olib, yadroda xloroplastda, mitoxondriya, ribosoma va yana bir qancha organoidlar bor. Ana shularda hammasini alohida o'rganishimiz mumkin. Sitakimyoviy usulda esa hujayrani ichki organoidlarini bo'yoqlar yordamida, turli xil bo'yoqlar yordamida bo'yab, ko'rib o'rganishimiz nazarda tutilgan. Bizga hujayrani o'rganish usullarini solishtirma jadvali ushbu jadvalda berib o'tilgan. Bulardan biz bemalol ko'rib foydalanishimiz mumkin. Xulosada eslab qolishimiz kerak bo'lgan terminlar. Darsimizni ushbu savollar bilan yakuniga yetkazamiz. 1665-yil Robert Guk va 1831-yil Robert Brown biologiyadagi qanday kashfiyotlarni fanga kiritishgan? Ikkinchi savolimiz, Rudolf Virchow va Karl Ber qanday muhim biologik qonuniyatlarni isbotlab berishgan? Uchinchi savolimiz, elektron mikroskop usuli yorug'lik mikroskopi bilan solishtirganda necha marta kattalashtiradi va nima bilan ishlaydi? Endi to'rtinchi savolimiz, oxirgisi, sentrifugalash usulini sitologiyada qo'llanish maqsadi va mohiyati nimadan iborat? Ushbu savollarimiz bilan mavzularimiz o'z nihoyasiga yetdi. Xayr, sog' salomat bo'ling. Alloh o'rganayotgan ilmimizni bundan-da ziyoda qilsin.